hurmatli kombaynchilar, hurmatli fermerlar, biza agar g'allani tez kunga urib olmasak, mana issiqlik ko'ryapsizlar, normadan oshiq boshlandi. Mana g'allani o'sha normativ bo'yicha 14 dan 17 gacha cheklangan namligi. Lekin sizlar hozir 9, 10, 11 beryapsizlar. Bu g'alla quriganiga g'alla qo'shib bermaydi. 14% bo'lsa ham, 13% bo'lsa ham yoymasdan oladi. Sizlar g'allani quritib yorib, har bir mashinadan har kuni, masalan, bitta havo 14 tonna, 13 tonna 600, qaysisi 12 tonna, ba'zi birlari 14,5 tonna chiqadigan bo'lsa, har kuni bitta mashinadan 200 kilo, 300 kilo g'alla yo'qotibsizlar. Shuni tushunay aytmoqman. 200 kilo, 300 kilo har kuni bitta mashinadan yo'qotibsizlar, har kuni. Shu uchun agar kechagi kuni 10 kun, 12 kun qattiq turib ishlasak, fermer ham bajaradi, krediti ham yopiladi. Davlat tomonidan xarid qilinadigan g'allan tonnasi o'zgarmaydi. Manimizdagi 25.500 tonna bo'ladigan bo'lsa, 25.500 tonna o'zgarmaydi. Faqat saqlovdiki o'zgaradi hosildorlikka qarab, u ham fermerning o'ziga qolgan. Bu uchun muhtaram prezidentimiz tomonidan, davlatimiz tomonidan imtiyoz berilgan, ham qarovul qo'yib berilgan, ham quruq joyga, davlat omboriga saqlanadi, xohlagan paytda fermer birjaga qo'yib, sotib u o'ziniki. Uyga turgandan ko'ra yerga tursa ham qarovul bo'lib, ham quruqqa saqlaydi, g'allani hech qanday nam ham tottirmaydi, chiritmaydi ham, bitalat bormaydi, quruqlab beriladi-da, xohlagan payt sotib olib chiqib ketuvsin g'allasi. Bu degan davlat oldi degani emas. Shuning uchun hurmatli fermerlar to'g'ri tushunib, g'allani tezroq o'tdirib, sizlar foyda ko'rishlaringiz kerak. Kreditni yopish kerak, qarzlarni yopish kerak. Qachongacha qarz bo'lib yelkalaringizni qisib yurasizlar? Bu yil mana yaxshi imkoniyat kelgan, mana shundan foydalanib, biza sizlarga yordamchi, g'allani tez kunga urib olishni tashkil qilinglar. Rahmat e'tiborlaringiz uchun.